Assalomu alaykum, hurmatli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun sizlarga 3 oylik chaqaloq va uning rivojlanishi haqida bir nechta ma'lumotlarni aytib o'taman. Demak, boshladik. Agar 1 oylik chaqaloq 2 oylik chaqaloq bilan ota-ona muloqot qilib, hali unchalik javob olmagan bo'lsalar, 3 oylik chaqaloq bilan endi xursand bo'lish vaqti keldi. 3 oylik chaqaloq muomala qilishni boshlaydi. Bolada rivojlanish bosqichining birinchisi yakunlanadi. 3-oyga kelib, bolaning vazni tug'ilgan paytidagiga nisbatan 800 grammga oshadi. Bo'yi esa o'rtacha 3 sm ga ortadi. Lekin eng asosiy o'zgarishlar uning markaziy asab tizimida amalga oshadi. Bu borada ona suti qanchalik muhim ekanligi haqida unutmang. 3 oylik bolaga onaning o'zi massaj qilishi, yengil jismoniy harakatlarni qo'shiq tinglab, shirin so'z ila amalga oshirishi juda foydali hisoblanadi. Shu davrda AKDS emlatiladi. 3 oylik bola quyidagi harakatlarni bemalol bajara oladi, ya'ni o'z qo'llari bilan o'ynaydi, qo'l-oyoqlarini tanasidan uzoqlashtira olib, velosiped harakatini bajara oladi. Boshini ko'taradi, tomonlarga qaratadi. Bir necha soniya tana og'irligini oyoqlarda ushlay oladi. Yotqizib ushlab tursangiz, boshini ushlay oladi. Belidan yoniga dumalaydi. Barmoqlari ochiq narsalarni qo'llari bilan urmoqchi bo'ladi. O'yinchoqlarni ko'proq ushlab turib, shiqirlatishga harakat qiladi. Sochingizni yuladi, barmoqlarini so'radi. Turli xil tovushlarni chiqara boshlaydi, qichqiradi, kulishni boshlaydi, karuselni ursam qimirlaydi, o'yinchoqni silkitsam tovush chiqadi degan o'y paydo bo'ladi. Tizzangizda tura oladi. Yotishdan ko'ra o'tirishni xohlaydi. Yerda yotib dumalashni yaxshi ko'radi. Qo'llari bilan o'ynashni xohlaydi. Shuni ta'kidlab o'tish lozimki, 3 oylik bola rivojlanish bosqichining eng birinchisini o'tganidan dalolat beradi. Keyingi davr yangi bosqich hisoblanadi. Ana shu bola rivojlanishining o'tish davrida ma'lum qiyinchiliklarga duch kelishi mumkin. Masalan, emizish bilan bog'liq bo'lgan qiyinchilik, ya'ni sut yetishmovchiligi kuzatiladi yoki kechalari oldingidan ko'ra ko'p uyg'onishi kuzatilishi mumkin. Buning barisi o'tkinchi va bosqichdan bosqichga o'tish tufayli yuzaga kelgan muammo ekanligini unutmang. Bu davrda chaqaloqlar o'z qo'llari bilan o'ynashni, o'yinchoqni ushlashni o'rganadilar. Birozdan so'ng o'yinchoqlarni og'ziga solish odati paydo bo'ladi. Shuning uchun olayotgan o'yinchoqlaringiz organizm uchun xavfli moddalardan tarkib topmaganligiga amin bo'ling. Ko'plab plastik buyumlar tarkibida onkologik kasalliklarni keltiruvchi moddalarga ega bo'ladi. Bolalar o'yinchoqlarni mahsuloti xavfsizligi tasdiqlangan brendlar orasidan olish lozim. Qimirlovchi yorqin rangli o'yinchoqlar. Bu davrda bolada muloqot qilishga ehtiyoj kuchayadi. Shunda qimirlab turuvchi o'yinchoqlarni uni suhbat qurishga undaydi. O'ylaymanki, ushbu ma'lumotlarim sizlarga manzur bo'ldi. Agar videomiz yoqqan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lishni hamda like bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.